Turkiy davlatlar hamkorlik aloqalarida tarixiy rishtalar, jumladan til, din, madaniyat, an'ana va qadriyatlar yaqinligi muhim o'ringa ega. Mamlakatimiz esa turkiy xalqlar tarixida asosiy madaniy markaz sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. 6-7 oktyabr kunlari Ozarbayjonning Gabala shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi. Unda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Prezidentimizning mazkur sammitdagi nutqi nafaqat tashkilot doirasida, balki xalqaro nuqtai nazardan ham alohida e'tirof etilmoqda. Jumladan Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi raisining Turkiy dunyo bilan aloqalarga mas'ul o'rinbosari professor Kurshat Zorluning bu boradagi fikrlari bilan tanishamiz. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev janob oliylarning mamlakat rahbarligiga kelishlari bilan O'zbekistonning dunyoga ochilishi kuzatilib, barcha jabhalarda, xususan iqtisodiyotni liberallashtirishda chuqur islohotlarga guvoh bo'ldik. Hurmatli prezidentning ushbu jadal faoliyatlari Turkiy davlatlar tashkilotida ham o'z aksini topmoqda. Shu jihatdan Gabalada bo'lib o'tgan oxirgi sammitda ham hurmatli prezident juda ta'sirli va chuqur mazmunli nutq bilan chiqdilar. Iqtisodiy integratsiyaga katta urg'u berildi. Investitsiyalar sohasida hamkorlikka chaqirildi. Tashkilot doirasida yangi iqtisodiy imkoniyatlar makonini shakllantirish takliflarini alohida ta'kidlamoqchiman. Bosh vazirlar o'rinbosarlari darajasida iqtisodiy sheriklik bo'yicha doimiy kengashni tashkil etib, kengashning loyiha ofisini Toshkentda joylashtirishni ilgari surdilar. Turkiy davlatlarning sanoat alyansini tuzish tashabbusini bildirdilar. Moliyaviy tashkilotlardan Turkiy davlatlarga investitsiyalarni jalb qilish uchun birgalikda dastur ishlab chiqish takliflari o'ta dolzarb deb hisoblayman. Oziq-ovqat va organik mahsulotlar ishlab chiqarishdagi potensialga e'tibor qaratib, mutaxassislardan iborat ishchi guruh tuzish takliflari ayni muddao bo'ldi. Tashkilotimizning kelgusi yildagi dasturida ushbu takliflarning barchasi batafsil ishlab chiqilib, ijro etilishi ta'minlanishiga ishonchim komil. Tashkilot O'zbekistonning hissasi bilan ishonchli odamlar bilan istiqbol sari intilmoqda. O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkiloti faoliyatidagi tashabbuslari va ishtiroki o'ta muhim ahamiyatga ega. Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdagi sammiti mintaqaviy tinchlik va xavfsizlikka qaratilgan tashabbuslarni ilgari surish uchun muhim maydon bo'ldi. Intervyuda ta'kidlanganidek, sammit natijalari shubhasiz Turkiy xalqlar farovonligi va taraqqiyoti yo'lida ko'p tomonlama munosabatlarni yangi mazmun bilan boyitadi.